Ovozliq kitob Abdi Tali. Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Avtori Ihson Abdulquddus, Misr. Birinchi bob. Ramazon kunlarining biri iftorga yarim soat qolgan chaq. Ibrohim Ayni qasri doktorxonasi Misrdagi atoqli doktorxona. Kesel karavotida yatatdi. U alayda yataq bo'lib, ishkida miltiq tutgan ikki saqchi kuzatib turardi. U o'ltirib yanida chechilib turgan gizitlarni qatlashga boshladi. Uning ko'zi gizitning birinchi betidagi talay qatim ko'rgan qizil xatlik yo'g'on mavzuga tushdi. Delo to'g'risida arz qilindi. U mavzuni o'qib tugatmasdan gizitni qatladi-da, o'rnidan turib, uyning bir bo'lug'idagi suv jumukining oldiga kelib yuzini yuvdi. U xuddi qizib ketgan kallasini sovutmoqchi bo'lgandek, sovuq suvni beshiga bo'lishiga iqitdi. Ondan go'yo ko'zim hech qanday narsani ko'rmasin degandek yuzini lo'ngi bilan